Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana futbol o'yinlari uz kanali. Xo'p, bugun do'stlar yana o'sha DLC 25 bu tomonga kirsak, tarkibimiz, o'yinchilarimiz ozgina charchagan. Bu tomonga qilsak, mana charchoqlari qoladi. Zaxiraga o'tirib qo'yish kerak charchoqni qoldirish uchun. Albatta, mana bunday legendarnilardan nima qilsa hammaning joni to'lib qoladi. Ya'ni charchamay qoladi. Mana va asosiy tarkibimizga qayta olamiz. Ajoyib bo'ldi. Yana shu Rashford gol urish kerak menimcha. Rashfordda endi baribir gol urmasa bu men nastroykadan kirib ketib qoldik. Mana bunday qilib chiqib olamiz. Mana endi Sporting Lisabonga final ekan, Global Champions final ekan do'stlar. Gyökeres, ya'ni Sporting Lisabonga qarshi Gyökeres bizga gol ura oladimi? Qani ketdik, shuni bilib olamiz. Yulduzlarimiz Sporting Lisabon bilan Pashteta teng ekan, lekin bizda ko'p sariqli o'yinchilar bor, zo'r o'yinchilar bor. Do'stlar, xo'p, albatta mana boshlanmoqda. Xo'p, uzatma berish kerak, so'ramoqda to'pni. Hop, aldab o'tdi Embalo darvozabon xuyet qilib urmoqdamiz. Darvozabon shunchaki dog'da qolib ketmoqda. Do'stlar, darvozabon dog'da qolib ketmoqda, to'g'risini aytsam. Ajoyib tarzda bo'lmoqda. Olib qo'yish kerak. Albatta olib qo'ydik. Lekin chiqazib yubordik. Birinchi gol urildi. Lisabon hujumda. Xo'p, darvozabon shunchaki yuribdi. Mana, xo'p, to'xtanglar. Mana endi yugurib ketishimiz kerak. Do'stlar, xo'p, o'yinni boshlaylik. Mana, hujumda bo'lib ketibdilar. Qani, davay, Vizinya yo'q. Hop, Rashford olib qo'yish kerak. Olib qo'ydi ham. Endi mayda paslar bilan o'tib ketishga harakat qilamiz. Bo'lmasam bo'lmayapti. Sporting esa shunchaki himoyalanadi. Sporting shuncha chiqdi o'yinlarga, lekin biror foydasini topgani yo'q. Mana bizga qarshi o'ynab o'tiribdi. Yana pas o'tmadi. Qayergadir pas berish kerak. Mana olib qo'ydi. Endi qarshi hujumga chiqib ketish kerak. Ular edi. Demko Rice'dan zarba va gol ura olmayapmiz. Shunday qilib do'stlar, birinchi taym umuman gol urmadik. Endi esa almashtirishlar bo'ladi. Mana bir kishini almashtirdik. 1-2 xamni italiyalikni. Hop, almashtirganimizdan so'ng chiqdik. Mana albatta chiqdik. Hop, endi esa mana endi kubik ko'targanimizni ham ko'rishimiz kerak albatta. Ko'ramiz degan umiddaman. Hop. Rashford. Shunchaki mana Rashford. Voy, kimdir bo'lganda shu tomonda ochiq o'rtaga tepib gol urardi. Gyökeres. Hop. Ular pas berishyapti. Juda ham ko'p paslar, lekin hozir chalganimizda ham qiziq kartochka olardik. Delich olib qo'ydi, lekin olib qo'ymabdi. Golmi? Gol emas. Juda ham zo'r zarba bo'ldi, lekin bizning darvozabonimiz Fransiyada to'p suradi, to'g'ri, Fransiyaning terma jamoa komandasiga chaqirilgan darvozabonni oldiga
Hop, darvozabon albatta ishonsa bo'ladi bu darvozabonga. Embalo o'tib ketish kerak. Juda qiziq o'yinlar bo'lyapti. Yo'q. Qoida buzilmadimi bu yerda? Qoida buzilmabdi. Adashmasam. Mana qo'ydik Gusto, Alexis Embalo. Rashford yuradi, mana shu. Ozgina nima berganimda gol urardim. Mayli, nechu. Bosol. Ayog'im tagida bilan bosib olish kerak edi, mayli. Hop. Olib qo'ydi. Viziniya. Tez futbolchi bu ham. Gol. Voy, himoyachilar juda ham zo'r to'sishdi. Himoyachi. Yo'q, qoida buzildi. Biz qoida buzdik. Do'stlar, O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqdi, do'stlar. Ancha yillik orzular ushalmoqda. Mana kechagi o'yindan keyin gollar ham qanotlantirdi O'zbekistonda. Hop, endi futbol haqida aytib ketish kerak-ku, mayli. Inasiodan olib qo'yildi. Yurib ketyapmiz. Nishonlasak bo'ldi. Agar gol ursak ham nishonlaymiz, gol urmasak ham nishonlaymiz-da. Himoyasi zo'r ekan mana. Bu tomonda himoyasini ko'rsatdi Sporting Lissabon va biz chempionmiz. Mana do'stlar, chempion bo'lganimizni ko'rsatmoqda. Mana murabbiyimiz bilan biz yugurmoqdamiz. Qayerlargadir va muxlislar oldida nishonlaymiz buni. Ha do'stlar, mana biz haqiqiy chempionmiz. Chempion Virgil van Dijk ko'tardi va muxlislarga ham bir ko'tarib qo'yish kerak. Muxlislar esa qarsak chalmoqda bizga qarab. Va do'stlar, biz haqiqiy chempion bo'ldik. Chempion esa bizmiz. Bizga juda ham ko'p 25 almaz beribdi, voy do'stlar. Do'stlar, men juda ham ko'p almaslarni olib bo'ldim. Mana 50 ta almazimiz bo'ldi. Bu tomonga kirsak, juda ham taniqli futbolchilar, mana Kovacic tanishlar, Manchester City'da o'ynaydi, adashmasam. Kim degan futbolchi, bu himoyachi. Bizda himoyamiz to'lib ketgan. Bu yerda esa hujumchilar 1850 ga hujumchi bor ekan. Mana Inter Milanning futbolchisi. Do'stlar, qulflaymi yoki qulflamaymi? Sizlar hal qilasizlar buni. Qulflasam, qulflayveraman. Agar qulflay desa, быстрее. В виртуальном мире Do'stlar, reklama. есть все, что ты хочешь. Реальный город с настоящим автотрафиком. Do'stlar, chiqib ketib qoldik. Верные друзья и адекватная O'yindan chiqib ketib qoldik. Uzr do'stlar, uzr. Играй в любое время. Выбери свой путь развития. Покупай роскошную недвижимость и крутые тачки. E'tibor bermaysizlar. Заходи на один из десятка серверов и становись кем захочешь. Grand Mobile reklama qilyapti. Chiqib ketdik do'stlar, mana ajoyib tarzda. Chiqaylik mana. Do'stlar, bu yerda ham final ekan. Do'stlar, finalni o'tkazib yubormaymiz. Mana bronza kubiga final. Do'stlar, sizlar bilan finalda bo'lishkim kelyapti. Shuning uchun ham sizlar bilan finalni bo'lishamiz do'stlar. Eng kerakli joylarni olib beraman. Gollar tomonlarini ham. Mana do'stlar, kirdik. Yana kubikka bo'lmoqda, o'tkazib yubordim. Vaqt ketmasin deb. Stadionda bo'lmoqda. Ajoyib stadionda. Hop. Mana. Hujumga o'tishimiz mumkin. Mana hujumchilar. Va gol. Biroz bizniki bo'ldi. Do'stlar, bu safar ham kubikni yengil tarzda yutishimiz kerak. Hop, yengil tarzda. Mana, hop.
Oppa oldik hujumga. Jarohat oldi do'stlar. Mayli. Bizning o'yinchimiz jarohat olibdi. Qanchaga tuzalishini esa sizlarga ko'rsatib o'taman. Denko Rays debmoqda. Rays bu narsani yaxshi ijro qiladi. Ozgina qoldi, lekin bo'lmadi. Xo'p. Do'stlar, olib qo'yildi bizdan, lekin biz ham olib qo'ydik. Hujumga o'tib ketyapmiz. Hujum qilishimiz kerak. Gol. Ajoyib gol. Ular qizil kartochkadan jazolandi. Endi biz bundan umumiy foydalanamiz. Dembele degan o'yinchi bor ekan bularda. Albatta, haqiqiy emas. Bayo. Oshirib berildi. Yana Vizinia aldab o'tdi Vizinia. Tepdi Vizinia. Chaldi Vizinia. Ankara Messi bo'lib ketdi. Vizinia. Voy dod. Shtangiga deyadimi? Do'stlar, birinchi taym umuman golsiz o'tdi. 2 ta gol urganimizcha nimadir bo'ldi. Xo'p. Unchalik faqat oshirishdik, shunchaki yurdik. Vizinia o'tib ketmoqda. O'tib ketish kerak, lekin o'zi to'pni urmoqchi bo'ldi, golni. Biz albatta bu tomonda oshirib qo'yamiz. Himoyachilar yaxshi harakat qilishdi do'stlar. Himoyachilarga qo'l qo'yamiz. Albatta tepib yuboramiz havo tomonga. Samolar to'pni kuchaytirib. Mayli. Almashtirishlar ishlari borib ketdi. Rashford qanday chalish bu? Mana bu endi chalish deyiladi. Patkashlash. Yuringlar, mana yuringlar. Malasi Rashford ochiq varatdagi, ochiq darvozaga Rashford gol urmoqda. Di Marko esa shunchaki assist qilmoqda. Darvozani Di Marko dog'da qoldirdi, shunchaki oshirib qo'ydi va gol. Ajoyib tarzda bo'ldi. Do'stlar, biz yana qaytdik. Xo'p. Chiqmadi to'p. Lekin hali ham chiqmagan. Davay. Gol urishimiz kerak. 87-daqiqa. Gol emas ekan do'stlar. Murabbiy ham yo'qol deyapti. Zarba berish nima keragi bor deyapti. Albatta biz 4 ta gol urib qo'yishimiz kerak. O'shanda sal kattaroq shot bo'lar edi. Mayli, necha hop, ikki kishini orasidan o'tib ketish qanday qiyin a? Lekin bayo qanday? Shunaqa yo'lni ura olmasang, shtangaga tekkizib o'tirsang, va biz yutdik. Biz ikkinchi marta ham chempionlikni qo'lga kiritmoqdamiz. Bu safar ham Virgil van Dijk shunchaki ko'tarib qo'yadi. Virgil van Dijk chempion bo'lmoqda do'stlar. Mana chempion sari olg'a. Chempionlikni qo'lga kiritdik. Mayda Rashford bilan Vezini gaplashmoqda, lekin yana chempionlikni muxlislar ostida nishonlamoqdamiz va biz yutdik do'stlar. Biz juda katta hisobda yutdik. Do'stlar, hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar, lekin Rashford Embalo jarohat oldi. Buni 10 taga tuzatish mumkin. Do'stlar, 10 taga tuzatamiz albatta, emas tuzatmaymiz ekan. Do'stlar, hammaga xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.